Voy, ana Zamira aktrisami? Ha, shu o'rtoq. Voy, rostdan. Atak bori o'rasilaring. 16 Pro Max'imni tikdim. Bo'lim 15 Pro Max'im tikaman men. Tago men soatim tikdim garuvchi. Bo'ldi, kim boshlaydi? Men boshlayman, men ketdim. Tak o'ramasa kerak. Uriydi o'rtoq ishonga. Qalasa yaxshi qiz tanishsa bo'ladimi? Atak mashinalarim bor, uyim bor, joyim bor. Tanishsiz o'zim baxtli qilaman sizni. Becho to'g'ri bo'lmasa, serozing ekan. Ha, bo'ldi, menda o'sha uriydigan, men o'sha telefondan. O'rayirmikan? O'rolmaydi. Men o'rolmagan, u qatdan o'raydi o'rtoq. O'ramasa lekin 15 ga qo'ydi bori. Salom, yaxshi qiz, yaxshimisiz? Eshitaman. Yaxshi qiz, agarda men bilan gaplashadigan bo'lsangiz, dunyo kezamiz, Dubay, Antalya, xohlagan joyingizga boraman, bitta o'ylab ko'ring. Bormagan joyim deb o'ylayapsam, bitta reklamaga butun dunyoni kezib chiqaman, sirtman. Ha, nima bo'ldi, boy? Ha, urolmadim, mashina osmon ekan-ku. Qani bitta o'zingdan ko'raylik-chi. Qani toycho, bos gazini. Telefonni shu. Opa, bu safar ham bitta padeshka qilib yuboring. Bu safar nimaga o'ynading? iPhone 15 Pro Max sotishim bilan Dubayga chipta qilib beraman. Mayli, oxirgisi. Yozayotgan yaqin nomerim. O'rtoq qari cho't o'rab qo'ydi islom. Va rostdan uryaptimi? Va 15 Pro Max'im prosta ketdi. Ol telefonni. Sallanib boshlaring emas ekan. Opa, rahmat kattakon. Faqat og'ir iltimosim qoldi. Xo'p, Mana shu bolani oldi, bitta padrushka qiling. Bolani ichi yonib ketsin. telefon ber. Mana. O'rtoq Lazza eshitdingmisan? Yo, o'rtoq tinchlikmi? Nima bo'pti Lazga? Qalaysan o'rtoq? Tinchlik? Charchasan. Rahmat. O'rtoq ozgina muammo bor edi uyda. 200 ming so'm qarzga beribdi. O'rtoq ozgina sharoitim yo'q edi. Kvartiramdan haydab yuborishyapti, $100 beribdi. Bo'ldi, qaytib bersang beraman o'rtoqni. O'rtoq Lazza gapirma-yu, mashinik hammadan pul olib qochyapti. Kecha uyga bordim, uyda ham yo'q. Ha, mashinik degan. Menga qara, esingdan chiqib qoldimmi? 1 yil oldin yoniga kelib turib ish so'ragan. O'rtoq shu joyda menga mazgina ish yo'qmi? Oilaviy sharoitim mazgina og'ir edi. O'shanga ish bo'lsa, yo'q demasdan ishlardim, nima bo'lsa ham. Yo'q, kulayotgan o'rtoqlaring-chi, kulayotgan o'rtoqlaring uydan haydab yuborishgan edi. O'sha lazmasmidi uydan joy bergan? Tushunmadim o'rtoq, bu gapinglar nima demoqchisan? Menga qara, salladagi o'rtoq bo'lgandan bo'lmagani yaxshi. Ertaga meni ham boshimga sinov keladi, salla aniq tashab ketasanlar meni. Sog' bo'laring. Ha bolam. Ona, assalomu alaykum. Oyligingizni oldingizmi? Pul kerak menga srochni. Oldim. Unda hozir boraman oldingizga. Mayli bo'pti. Assalomu alaykum. Oldingizmi oylik? Ha, oldim. Nima buni cho'g' ekan, ona tushunmadim. Qolgani qani? Ro'zg'orga go'sht-go'sht olib qo'yilgan. Ona qanaqa ro'zg'or bor-u, qolganidan cho'zing bu yo'qga. Men nima o'rtoqlarim oldi choyxonada keyin o'tiramanmi bunda cho'mchagimdan qismini chiqarmasdan. Voy bolam, ro'zg'or olib qoluvdi-da. Bering bu yo'qga. Rahmat. Alaysan. Pul olib keldim, mana qarza. Yetmaganiga men uni berib turaman. Men pulingni olganda, men soatingni ham olgan. Hozir onajon bilan shunaqa gaplashdingmisan? Erkakmisan, onadan pul olasan. Ishlasang bo'lmaydi bundan ko'ra. Mash pul sanga-da onajonga olib borib berdi pulni. Ona. O'tiring ona. Men xatolarimni tushundim. Voy bolam. Men pul olib qo'ying. Bu yog'iga o'tda ishlamaysan ona, men o'zim hamma yoqni tebrataman. Kechiring meni. Tanchildan beri pul yig'ib yuribman, bilasan, xabaring bor. O'shanga mosh tomoqchidan niyat qildim. O'shanga seni ham tanishlaring ko'p-ku, bir gaplashib beringsanmi? Bor bitta tanishim o'rtoq, gaplashib ko'raymi? Chiroyli narxga qilib beradi. Voy o'rtoq, zo'r bo'ladi. Kakras bugun vaqtim bor edi, o'shanga birga o'tib kela qolaylik unda. Ha o'rtoq, kakras bitta mashinam bor. Kellaring ko'rib ketasanlar.
Aka mashina yoqdimi, nima deysiz, bo'ladimi? Mashina yaxshi aka, bir ikkita qilgan joylarni hisobga olmasa yaxshi, aka, minsa bo'ladi. Necha pulda olsa endi buni aka bo'ladigani? Boy islom aytgandir sizga telefonda. O'rtoq 5000 qilib beryaptilar, og'aynim bo'lgani uchun qilib beryapti menga. Nima deysan, jigar? Bo'ladigan narxi aka bu narx. Bu tushunib yuribdi, shuni chiqarib. Ha, o'rtoq nima deysan? Aslida qimmat emasmi? Narxi nima deysan? O'rtoq bozorda 7000 sotilmoqda. Men og'aynim bo'lganiga senga 5000 ga qilib beryapti. Bosor og'ayni lekin. Bo'ldinda baraka o'rtoq. Ishonaman. Menga qara o'rtoq, bo'ldi, ish pishdi. Cho'tga hammasi. Mani bo'ylab qancha edi? Shu kelishganimizda menda o'rtoq, mashina bilasan, bulbulagan, probelga aylangan. Ustoga olib bormasdan aytib qo'y faqat. Undan muammo yo'q, o'rtoq, maoshlarni men qarab ham tushunmaydi. Yo'q, unda bo'ldi. Menga qara, mahallangga keldi. Tezroq chiq. O'rtoq, agarda pulni bermas, urib nimadirni olib qo'yman, bilasan, seni ham menga berishing bor. Birimiz o'rtoq. Bo'ldi. Yaxshimisiz aka? Menga qara, pul qani? Beraman aka. Bo'ldi, ha, shunaqa. Hoy, qo'raman. Nima? Ye, aka. Assalomu alaykum. Tanidingizmi meni? Yo'q, uzr, tanimadim aka. Eslamadingizmi meni? Yo'q. Tushunmadim o'rtoq, kim bu bola? Taniysanmi? O'rtoq, bu insonga deydi, bir yil oldin o'zini operatsiyasidan voz kechib, meni farzandim operatsiyasiga pul bergandilar. O'sha vaqtdan beri ko'rmadim. Aka, qayerda edingiz? Men sizni shuncha qidirdimmi? Ha, bo'ldi aka, esladim sizni. Shu vaqt men ozgina O'zbekiston davolar bo'lmadi, o'shanga Hindistonga ketdim davolangani. Aka, gap yo'q. Sizdagi insonlar ham ko'paysin. O'zim ozgina qizishib ketdim, aka. Bo'ldi, hammasiz. Aka, qarang, inson behikmat ko'rishmas ekanda. Do'stimning aslida qarzingiz bor ekan. Mayli, aka, mendan men rozimiz. Sog' bo'lsangiz bo'ldi, aka, gilamniysiz. O'rtoq, zo'r ish bo'ldi. Ha, o'rtoq, sen sababchi bo'lib qolding, yaxshi bo'ldi. O'rtoq, bo'ldi, uni sendan, seni mendan qarzing yo'q. Assalomu alaykum. Uzun yarim soat kech qoldim. Ha, mayli, chiqsa bo'lib turadi. Qorningiz ochmi? Yo'q. Xatga boringmi? Qornim ochdi. Bilmadim, bu hali qornim ochmas. Yuring, birga ovqatlanamiz. Yuring. Kel yashaylik biz birga, bizning ertagimizda, do'stu dushman ichida, ikkimiz oxirgacha. Bo'ldi, hozir 10 minutda bo'laman azizlar. 10 minut. Faqatda yuribsan, ha? 10 minut deganinggacha yarim soat bo'ldi. Kutib o'tirmaman bizani. Onam kutib qo'ygan qilas. 5 minutga kech qoldim atiga. Qattiq yuribsan. 1 soatdan beri kutaman Hech qanaqa 5 minutga kech qoldim. Bo'pti, ketdi unda. Ketdi, lekin aslo qornim ochdi. Chadim, marujniy kelyapti, bitta muzdiroq, konsertlar joyga borib o'tiraylik. Nima qiling? Tushpad uyda nima qilaysan? 5 minutga kech qoldim. Nima shuncha baytdingsiz? Uyda ovqatlansang bo'lmasmidi? Yo'q, nima keldim maskinlar, chekka yurgan kelmadimmi? Ha, pechka yurgan keldi. Har doimgidek. Bosh shunaqa emasdi-ku. Qanaqa edi bosh? Boshiga aylantirib, marujni olib berib, o'tkazib. Bu boshida edi, bu hozir. Kech qo'yganingdan kelsansan. Boringni. Hozirgi zamonda do'stingman, jigaringman degan insonlarga ishonmanglar. Nimaga desanglar, ular qattiq yaxshi sharoit bo'lsa, yugurib borishadi. Lachit kabi. Baribir lekin qachondir yoningizga aylanib qaytib kelishadi. Lekin esdan chiqarmanglar. Qaytib kelgan paytinglar, sizlarning qadringlar noliga teng bo'ladi. Soxta do'stlar, nima gap? Assalomu alaykum ona. Yaxshimisiz? Ha, bolam, yaxshimisan? Qorinlaring to'qmi? Qiynalmayapsanmi? Yaxshi yuribsanmi? Kim turadi? Hop. Nima bo'ldi, ishlab yuraman, qiynalmasdan. Aha. Biza ham yaxshi. Yengish joying yaxshimi? O'rganib qoldingmi? Bilan o'zingda ehtiyot qil. Sen qilib turgin, xo'p? Bo'ldi, telefon qilib turaman. Bo'ldi, qiynalmayman ona. O'zing ehtiyot qil. Hop. Menga qara, ofitsiant telefonda gaplashgandan ko'ra men bilan olib qo'yishing bo'lmaydimi? Uzr aka, onamdan gaplashib o'tirdim. Olib qo'ymaysanmi? Bo'ldi aka, uzr, onamdan gaplashib o'tirdim. Menga nima farqi bor? O, bratuxa. Bo'ldi. Tog'igami? Men ko'taraman, hammasi mendan, короче. Papadan pul olib bo'ldi shundoq.
Qizlar ham gaplashib qo'ygan o'sha kungilarni, hop. Hamki yoshi qarashmayapti boru. Shot beru, shot. Mana aka shot. Olib kelarding ertanning. Ashya lanchagansan lekin bor ekan. Tez bunday ishlagin mana buni. Okey degan, atak yaxshi ish qilmadingiz-da, pulni sochib olib o'ta ofitsiant ekanda xo'rlash shart emas. Bugun pul sizda bor, ertaga menda bor. Hamma narsani puldan o'lchash yaxshi emas. Shuni unutmang. Alo, aka, adam avtohalokatga uchrab qoldilar. Tez yetib keling. Hazırlashyapsanmi? Markaziy shifoxonada. Hozir boraman. Vallahi yaxshimisizlar? Shuna yandaga chaqirib bera olsangiz, zaryaddan o'chib qolibdi. Bo'ldi, aka, Jahon chaqiror, yana shunda. Rahmat aka kattakon. Aka, shunda mana Shetroga to'xtang, shunda magazinga kirib chiqing. Bo'ldi, aka. 5 minutda chiqaman aka. Bo'ldi, aka, xo'p. Yarim soat bo'ldi-yu, qatta qolib ketdi. Telefon qila qoling. Alo, aka, yarim soatdan beri kutib o'tiribman. Qattasiz? Aka, men yandik chaqirmadim. Lekin boy bittasiga chaqirib berdim, aka. Ha, mayli aka. Yana aldanibman-da. Keyingi safar u bu kim chaqirib bering desa, chaqirib bermang, aka. Rahmat. O'rtoq bildim o'zi bu mashinaga basharasi yo'qmidi. Bekor chaqirib beramiz, ha? Yaqinlar shunaqa insonlar ko'payib ketdi. O'zini manfaati yo'lida birovdan foydalanib, birovni qarzga tiqadigan. Shu videoni yaqinlarga jo'natib qo'yinglar, bunaqa firibgarlarga aldanib qolmanglar. Hammaga rahmat. Mayli yog'dir yana neki azoplaring bor.